Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana tungi fonchi akalarimizga 20 kamplay katta lesadan 2 metrlik 20 kamplay bo'yi 1 metrlik lesamizdan beryapmiz. Katta 2 metrlik lesalarimiz 730 mingdan qilib berdik. Bo'yi 1 metrliklarni 570 ming so'mdan. Kimga shunaqa lesalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomerimni qo'yib qo'yaman. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Shu nomerda Telegram, WhatsApp bor. Lesalarimizni bo'yi 2 metr, uzunligi 2 metr, eniga 1,6 sm. Turbalarning stenkasi 1,7 stenkada. Endi akalar, hozir tungi fonchi ustakamizdan bugungi kundagi tungi fon xizmat narxini so'rab o'taman. Ekranga ustakamizga ham nomerini qo'yib qo'yaman. Kimga tungi fon xizmatlari bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'ladigan bo'lsa, usta akamizga aloqaga chiqib, bog'lanib, tungi fon qilgizsanglar, ishlari o'ta sifatli, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana mashinasida nomeri bor ekan. 97 671 43 43 88 671 43 43. Usta akamizning nomeri, tungi fonchi akamiz. Ustaga hozir tungi fonni 1 kvadrat necha puldan bo'lyapti xizmat haqi? 120 mingdan 130 minggacha bo'lyapti aka. Vodiy bo'ylab bugungi kundagi narxi, tungi fonchi akalarimiz xizmat narxi 120 mingdan 130 ming so'mgacha. 130 ming so'm ichida hamma yo'g'i lesa, apalovka, lesa, reka, tungi fon hamma yo'g'i ichida, dastavkasi ichida 130 ming so'mdan samarajlarigacha. Kimga shunaqa tungi fon xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, usta akamizga aloqaga chiqib bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Manzil Andijon viloyati Asaka tumani. E'tiborlar uchun rahmat.